Yo, what's up? Hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan Jasurbek va bugungi videomizda biza mana shu futbol 2026da Manchester City bilan yutamiz. Xudo xohlasa yutib chempion bo'lishimiz kerak. Mana shunaqa ketishlar bilan bas. Xullas, qancha bas bermasin. Men bilan teng o'ynayolmaydi baribir. Ana Holland. Voy Holland. Xavfli zarba bo'ldi lekin Ronna Holland kallasiga ko'tarishimiz kerak. Holland kallada tiqib qo'yadi. Ma zarba. Voy yana jicha oldi. No mayli. Mayli bura. Yaxshi. Semiliano. Fuy zarba. To'xta. To'pni menga ber, bratishga. Sen uni yaxshi bilmaysan-ku. Yo. Semiliano. Voy. Men yasabim buzma. Hozir bratishga bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Kulgili vaziyat, juda kulgili vaziyatdan omon qolmoqchiman. Qayerga ketdi? Yo, bismillah. Holland meni bratishga olib. Ye bile. Kim ma kerak bo'lsa. Husanov, nima qilding? Asli tarkibimni ko'rsatmadimmi? Bolalar hozir ko'rsataman. Mana shu hujumni qilib olay. To'xta, stop. Mana bu mening tarkibim. O'zbekiston Abduqodir Husanov. Holland. Yo, Ferman, Rodri, Donnarumma. Himoyam full xullas. Mana bitta qancha futbolchilar boyi. Chotki. İşle yaxshi. Husanov. Tezligi ham K. Hamma narsasi K. Xullas bu Husanov. Hozir gol urmasa bo'lmaydi. Husanov gol urdi. Balla hech kim gol ura olmayotganda Husanov urib ketdi. Husanov mana. Baribir Husanov yaxshida. Boshlama. Baxki endi. Holland ham yaxshi bilar. Uzoqdan urishga zo'rda Holland balla. Ana ko'ryapsizlarmi? Ronni 9-ga qadadim. Qarayli goldi. Va qarayga ketganini gol. 9-2 uncha borganday bo'lmadi, lekin yaxshi bo'ladi. Hozir shu yana Husanov gol uradim deyman. Yo, no. Holland. Voy, sekinlashtirilgan tasvirda ko'rsatma. Praktishka, kim seni xafa qildi? Senga nima aytsang, o'zimni yig'ib tashlayman. Sher xafa qildi. Endi uga o'zingdan o'tdi. Va basin. Va mana shunaqa ketish bilan. Holland qardasan, Holland bo'ldi, zo'r ekansan, bo'ldi. Davay, Husanov urdi birinchi golni, bratishga. Husanov hech kim urolmayotganda Husanov urib ketdi. Lattala o'llaring. Mana Messi o'xshagan. Davay, endi biz boshlaymiz. Hop, endi biz boshlasak mana pas bilan Fermenga Semiliano. Mana shunaqa pas bilan Holland golga tortasanmi? Ye. Yo'mayo. Gol ham chotki bo'ldi-ku. Qatirlar bola gol qaraydi golni.
Holland maşından pas qarayli yetib bordi bilan Holland zarba gol. Top yechib attı sakrab ortamizda. Qo'yil. Xo'sh, xullas bolalar mana. Baxga, asabim buzma. Ma brachka Holland. Brachka osmon manga deydi Hollanddan. Hollanddan bratishka kim seni xafa qildi? Deydi Hollanddan. Ye kallangan gol. 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 Teknologiya. Qara, teknologiya bala, teknologiya. Semiliano'dan pas. Las gol uraman degan edi. Hayotda gol bilan yo'q. Keyin 9% qoldi. Amal tezroq. O'yin tugashi kerak tezroq. 4-0 ketyapti. Hozircha Bratishkalar yutqizyapti. Bratishka o'ynashmagan Manchester City bilan Rodrigo bilan. Hollanddan bor bitta voy Bratishka. Xo'p, endi hammang Rodrigo o'ragan diyorman. Hollanddan bor. Kuchli Hollanddan bo'ladi, yaxshi. Bo'ladi emas, hamma Holland ismini qo'ydi-ku. Yo, bismillah, rahmat Bratishka. Xom kartishga o'ndaysan. Hollandda. 5-golni ham tiqdik. Mana 6-golni kim uradi? Ya'ni Holland uradi, kim uradi boshqa to'g'rimi alla? Bernardo Silva ursin ya, mayli, mana shu ursin Holland. Holland yaxshi uryapti hozir gollarni. Stop dorsa. Vallahi shunaqa sizlar savolda Minecraft hozir futbol o'ynayapman to'g'ri, lekin Minecraftda eng zo'r o'yinchi kim? Oldin eng zo'r o'yinchi kim bo'lgan? Menimcha Technoplay. Ha, men Technoplayni tanlagan bo'lardim. Technoplay. Agar kim nima desa desin, men Technoplayni tanlagan bo'lardim. No, mayli, Technoplaydan yaxshiroq ham bordir, balkim. Lekin men Technoplayni tanlayman. O'shaning uchun. Holland jon men butam. Holland. Na Emiliano. Semiliano. Yo, Bratishka qaychi qilib. Gollar ela. Teknologiya. Ular bor jumla borib Holland men Bratishka o'ynashma. Holland men Bratishka o'ynashma. Sen bola patga tutmaygan, unda o'zim olaganda tipaman. Gol uribam jonimga deb ketdi-ku. Gol ura biramdanga. O'ynamay turaman, imkoniyat yaratib beraman bularga. Desam o'ynaganman. So'nggi patkacha. Certainly mean a booking here. Well, with tackling like that, it's on the referee to take action potentially. Losing possession. Fails to keep the ball. Hozir Holland jag'i chiqib turibdi, o'ynash. Holland chiqdimi sen bola? Sen bilas Holland chiqdimi? Holland sen uchun qasos olaman, Holland. Sening uchun gol uraman. Yom. Deyashimmi? 12 minut ham qo'shadimi?
Tugadi o'yin. says, and that will do. Va bo'laman yutdim. Comparison is unbelievable. Such a pity for the losing team. Xullas, like bosinglar va obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat.